Barchamiz bo'lib tashla hukmronlik qil degan iborani eshitganmiz, lekin kuchlar muvozanati strategiyasi haqida eshitganmisiz? Sovuq urush davrida AQSh va SSR bir-birini mag'lub etish uchun turli usullardan foydalanishgan. Shulardan biri AQSh tomonidan SSRni biqinida joylashgan zaif va kommunistik Xitoyni qo'llab-quvvatlash orqali AQSh SSRga qarshi qopag'on itni tarbiyalamoqchi edi. AQShlik siyosatshunoslarning bashoratlariga ko'ra, Xitoy qancha boyisa kommunizmdan voz kechib, kapitalizmga o'tadi va demokratik davlatga aylanadi deb o'ylashgan edi. Ammo Xitoy AQSh chizgan chiziqdan chiqib ketdi. Xitoy qancha boyigan sari avtokratik davlatga aylanib bordi. Endi Xitoyning maqsadi dunyo gegemoniyaga aylanishdir. Buni anglagan AQSh endi Xitoyning biqinida boshqa bir davlatni qopag'on itga aylantirmoqda. Bu qaysi davlat deysizmi? Bu Hindiston. Endi tushundingizmi? Hindiston iqtisodiyoti nega bu qadar tez o'smoqda va Xitoy bilan doimiy raqobat qiladi? Buning barchasi AQShning rejasidir.